Alaykum. Assalomu alaykum birodar azizlar. Mana biz qabristoni muallodamiz. Sahoba ikromlarning qabrlari va eng mo'tabar onamizning qabrlari. Hadicha onamiz va o'g'illari Qosim roziyallohu anhuning qabrlari. Alloh taolo onamizdan Alloh rozi bo'lsin. Bilan birga jannatga kirishligimizni Alloh taolo har birimizga nasib qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Yana bitta eng katta narsa. Muazzin kim? Muazzin Rasululloh muazzini Hazrati Bilol. Hazrati Bilol. Madinada azon chaqirgan zot. Endi Makkaning muazzini kim bo'lgan? Yodimdan chiqibdi, bilardim. Aytgandingiz, siz aytgandingiz, yodimdan chiqibdi. Makkaning muazzini Abu Mahzura roziyallohu anhu. Bu zot Payg'ambar alayhisolatu vassalom Makka mukarramaga muazzin qilib saylangan zot. Abu Mahzura roziyallohu anhu. Bu odamni qabri nari tarafda. Mana shu qabriston mualloda. Bu zotni shunday silab, bolam deb ozan o'rgatib, ozan ayttirgan. Rasululloh sochlarim tekkan deb turib, o'lganlarida sochlarim yerga tushgan ekan. Nima o'ldirmagan desa, bu sochlarim Rasululloh silagan dedi. Ana shu zot ham mana shu qabriston mualloda. Atlari nima ekan? Abu Mahzura roziyallohu anhu. Qarang. Inshaalloh o'taylik.